بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ilohim mana shu o'qilgan Qur'on tilovatidan hosil bo'lgan savoblarni suyukli payg'ambarlarimizni ruh poklariga bu dunyoda o'tgan aziz avliyolar aziz ulamolar ruh poklari bag'ishladim. Ilohim mana shu qilingan xayr ehsonlarni Allohim dargohida qabul aylasin. Ilohim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar. Ilohim mana shu qilinayotgan xayr ishlarni Allohim dargohida qabul aylasin. Ilohim ustalarimizni ham qo'llari dard ko'rmasin, yuzlari g'am ko'rmasin. Ilohim nimaki yaxshi niyatlar ezguliklar bo'lsa erishsin. Ilohim Robbim o'zingiz qo'llang, o'zingiz asrang. O'zbekiston Respublikamiz Prezidentining topshirig'i bilan mahallalarda obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. Mana bizda bugun Xovos tumani Gulbahor mahallamizda ham erta tongda soat 6 dan ishlar boshlanib, Saqqan ko'chamizda, bundan tashqari 6 ta ko'chamizda ham hashar davom etyapti. Aholimizning kayfiyati yaxshi, hammasi xonadonning atrofini tozalab, ishqoqlik bilan ishlarni olib boryapmiz. Bundan tashqari homiylarimiz tomonidan xayr ehson qilinib, bugun qo'y so'yilib, mahallamizda bugun obodonchilikda qatnashayotgan ustalarimizga dasturxon yozib, ularga bayramona kayfiyatni bugun taqdim qilmoqchimiz. Men hammalardan so'rab qolmoqchimanki, shu bugungi hasharda bundan keyin mana 40 kunlik dolzarb hasharda faol ishtirok etishlarini xalqimizdan so'rab qolmoqchiman mahallamiz. Mahallamizda obodonlashtirish ishlari yaxshi ketyapti. Prezidentimizga rahmat, hamma tomon chiroyli qilyapti. Mana mahallamizga qo'y so'yildi, qozonlar qurildi, hashir-hashir bo'lyapti, shanbalik tashkillashtirildi. Mahallamiz obod chiroyli bo'lyapti. Mana mahalla raisimiz Sherali Baymatovga ham rahmat. Mana bosh bo'lib hamma yoqda chiroyli qildi. Rahmat hammasiga. Prezidentimiz boshlari omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
الله الرحمن الرحيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tilovat Qur'ondan qilinayotgan bu ihsonlardan hosil bo'lgan savoblar. Mana shu manzil makonlarda yashab o'tgan barcha ahli iymonlar, bu mahallamizdan yashab o'tgan barcha o'tganlarga, bu ihson sohiblaridan umidvor bo'lgan o'tganlarga bag'ishlangan Parvardigor o'tganlarni oxiratlarini obod qil, ruhlarini shod qil, joylarini jannat. Qolganlarga uzoq umr, sihat, salomatlik ber. Xonadonlariga, kasb-u korlariga barakot ber. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Xo'sh Allah Taala qilingan bu ihsonlarni o'zi dargohida qabul qilsin. Savobi ihson sohiblaridan umidvor bo'lgan barcha o'tganlarni ruhoniyatlariga bag'ishlab. Mana shu manzil makon, mahallalarda yashab o'tgan ahli iymonlarga bag'ishlab, oxiratlari obod qilsin. Bu qilinayotgan xayrli ishlarni Alloh o'zi bu yerda ishlayotgan barcha aka-ukalarimizni, xodimlarni Alloh o'zi tanijonlarni sog' qilsin. Qilinayotgan bu ishlar beshikast, betalafot, chiroyli suratda yakun topmoqlikni Alloh o'zi nasib qilgan bo'lsin. Alloh taolo hamma ukalarimizni ham ishlayotgan barcha xodimlarni ham Alloh o'zi xonadonlariga, kasb-u korlariga xayr va barakat bersin. Bu mahallalari namunali, chiroyli mahallalardan bo'lmoqlikni Alloh nasib qilsin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.